Nexia 1ni ishqibozlar bormi? Mashinamizni qarang, qanaqa. Eski posадкалар qilingan orqalari. Kurgovoy tonirovka. Juda ham o'ziga yarashgan, lekin buni saloniga ham ancha rasod qilib qo'ygan akalarimiz. Mashinamizga bitta baho berasizlar, turish qana. Salon qismiga bunga nimalar qildik? Polni, Nexia 2ni tiqib qo'yganmiz, mana. Qana chiqdi. Sidenalarimiz esa Lacetti sidenasini qilib berganmiz. Hammasini zavod holatiga qilib berganmiz. Boltgaykalik yechiladigan qilib. Bitta Carazero magnitofon. Gap bo'lishi mumkin emas. Torpedalari xullas bitta Gentra rul surib qilingan. Orqalari ham hammasi komplekt qilingan. Hozir sidenkamiz dakamsa orqaga turibdi. Shu sabab orqaga kam joy mana. Ko'rinibdi, lekin oldinga shofer o'ziga, passajirni ham o'ziga to'g'rilasa agar juda ham zo'r turadi. Komplekt sidenamiz mana maza qilib haydaydi kishi. Xullas, mashinamizga bitta baho berib qo'yasizlar. Nexia 1ni ishqibozlar bo'lsa bitta like kutib qolamiz. Mabodo yana kimgadir sidena Nexia 1ga yo Nexia 2ga qo'ymoqchi bo'lsa, bemalol Lacetti sidenani tavsiya qilamiz. Ko'ryapsizlar mana torpedalari bilan hammasi Nexia 2 juda ham zo'r ketadi. Lacetti barlari bilan mana bu qo'jalarni tayyorlab qo'ysa agar, o'shnoylari hammasi Lacetti qilib qo'yilgan.